Salom qadrdonlar, yaxshimisizlar? Soat kechqurungi juma 00:07. Demak, Instagram uchun yaxshi bir strategiya beraman. Bemalol ishlatib, Emberda normalniy foydaga chiqib olgungacha bosishinglar mumkin. Asosiy strategiya ham bo'lib qolishi mumkin sizlar uchun. Xo'p, akalar. Emberga o'tib olamiz. Tilla. Boshqa paralarni ham tekshirib ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, ma'lum bir maksimumlar, ma'lum bir minimumlar, ma'lum bir darajalarni olib ketasizlar bunda. Asosan trendda ishlaydi bu narsa. Ember time frame. Misol bizda главный trend, главный nima deydi? Maksimum bu bo'lib turibdi. Xo'p, undan keyingi daraja. Xo'p, mana bu maksimum. Mana bu minimum bo'lib turibdi bizda oxirgi. Xo'p, endi qarang. Maksimum, minimum, maksimum bor. Xo'p, minimumni qachonki pastga yorib, qaytib chiqib, mana bitta shu holat bo'lgan. Ya'ni pastga tushib kelgan. Mana minimum hosil bo'ldi, tepaga chiqdi va oxirgi minimum bizda mana bu. Pastga yorib turib buni so'ngra tepaga qaytib mana shu yashil shamni, minimumda turgan yashil shamni tepaga qarab yorib qo'ysa tana bilan 5-6 punkt tepaga qarab bemalol ishlab olsanglar bo'ladi bayga. Ya'ni mana bu yashil tanalarni hisobini olasiz. Tepaga qarab yashil sham yorib qo'yganda pastga tushgandan keyin bayga ishlab olsak bo'lardi. Xo'p, endi tekshirib o'tib ketamiz bu holatlarda. Xo'p, bu yoqda yo'q. Emberda ko'p shakllanadi bu narsa. Xo'p, bu yoqda ham yo'q. Bu yerda ham yo'q ekan. Xo'p. Mana oxirgi minimum bo'lib turibdi bizda va pastga qarab yordi. Pastga qarab yordi. Pastga qarab yordi va mana shu shamni tepaga qarab yorib buzib o'tib ketdi. Ya'ni mana bu sham bo'lyapti bizda. Mana. Bu holatda tepaga qarab 3, 4, 5 punktgacha ishlab olsanglar bo'ladi. Mana bu joydan biz bitimga kiramiz, narximiz. Xo'p. 5003 da turibdi. 5003 tilla. Chiqib bergan nuqtasi bo'lsa, xo'p. Olti punkt tepaga yurib bergan. Biza 3-4 punktini ushlab olishimiz mumkin. Stop deyarli kam bo'ladi. O'zingizlar bemalol stop oxirgi minimumga yoki oxirgi maksimumga. Oxirgi minimum deganim bu yerda mana bu nuqta bo'lib turibdi. Xo'p, yana ko'ramiz. Xo'p. Minimumlar bor. Sellik ham xuddi shunaqa bo'laveradi. Xo'p, hozir ko'ramiz. Sellik ham chiqib qolsa aytaman. Mana bu joyda selligi bor ekan. Narx tepaga yordi, oxirgi maksimumni va qaytib kirdi. Demak, bizda oxirgi yashil sham olinadi. Tepaga yordi va qaytib kirdi. Mana shu joydan yorib o'tgan joydan selga ishlab olsanglar bo'ladi bemalol. Ya'ni mana bu nuqtadan.
Strategiya shunaqa. Bir tekshirib, ko'rib chiqasizlar o'zinglar. Trendda judayam zo'r ishlab beradi.